Assalomu alaykum. YouTube kuzatuvchilari, Jo'jachi bola kanaliga xush kelibsizlar. Akalar, jo'jalari qarang. Xohlasa boqishni boshladim. O'ta go'zal bo'lyapti. Ozgina ortib, yana davolab bo'ldi. Jo'jalar xohlasa bugun normalniy sostoyaniyada 7 kunlik jo'jalarimiz bo'lar. Soni 1,5 mingta. Hop. Soni 1,5 mingta bo'ldi. Akalar, o'sha qonun olib onangga deydi bola. O'sha qonun olib qo'ydim. Bolalar bugun kuzatib bo'ldik. Veterinar akalarimizga rahmat. Kelib 2 kunda şeyda 2 kun qarab, dorilarni berib, vaksinalarni berib, shotka qilib davolab berib ketishdi. Hop. Bu 7 kunlik. Bundan kattaroq 15 kunliklar, 10 kunliklar, 20 kunliklar. Bunga kattarog'idan kerak degan akalar bo'lib qolsa, ulardan ham bor. Xudo xolasa kecha bitta 5 aradan akamiz 300 ta zakaz qilgan edi. 16 kunligi bor edi. Shularni olib mashinaga yuklab oldik. Video davomida ko'rsataman ularni. Like bossangiz. Like bosib, obuna bo'lib turasizlar akalar. Xudo xolasa akalar, 16 kunlik jo'ja so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Dastlabki xizmati bor deb o'ylab, Facebook